Bugun nimalar haqida gaplashamiz? 10 kilovatlik quyosh stansiyasi nech pulga tushadi? Necha kilovat uyimga quyosh stansiyasi o'rnatsam, tokka pul to'lashdan to'liq ozod bo'laman? Investitsiya qilib, yiliga 7 million, 8 million so'm pul tejab qolishingiz. Bizning kompaniyamiz 4 yildan beri quyosh stansiyalarini o'rnatish faoliyati bilan shug'ullanib keladi va mingdan ortiq katta loyihalarning qurilishida qatnashganmiz. Oylik daromad qancha muddat ichida o'zini oqlaydi? Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, hammasi haqida to'liq ma'lumot beraman. Assalomu alaykum. 10 kilovatlik quyosh stansiyasi nech pulga tushadi va u nima foyda beradi? O'zini qancha muddat ichida oqlaydi? Bugun mana shu hamma savollarga qadam-qadam javob berib o'tamiz. Bizdan ko'pchilik mijozlarimiz so'rashadiki, necha kilovat uyimga quyosh stansiyasi o'rnatsam, tokka pul to'lashdan to'liq ozod bo'laman deb so'rashadi. Biz ko'pchilik mijozlarimizga shuni maslahat beramizki, kamida 10 kilovat quyosh stansiyasini o'rnatadigan bo'lsangiz, bu sizga bir oyda o'rtacha 1000 kilovatdan 1500 kilovatgacha tok ishlab chiqarib beradi deb maslahat beramiz. Statistikani o'rganib chiqib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda hozirgi kunda elektr energiyasi uchun xonadonlarda 600 ming so'mdan 800 ming so'mgacha elektr energiyasi uchun haq to'lab kelinadi. Endi buni biz hisoblab oladigan bo'lsak, bir oyda 600 ming so'm deb oladigan bo'lsak, bir yilda 7 million so'm, 8 million so'mgacha bo'lgan mablag' elektr energiyasi uchun to'lanadi. Har oy 600 ming so'mdan to'lab borish va yiliga 7 million, 8 million so'mgacha elektr toki uchun pul to'lash ba'zilar uchun bilinmasligi mumkin. Lekin siz bir marta quyosh stansiyasi o'rnatishga investitsiya qilib, yiliga 7 million, 8 million so'm pul tejab qolishingiz va undan tashqari yana passiv daromad olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Eng qizig'i shuki, quyosh stansiyasi o'rnatganingizda siz hech qanaqa riskka qo'l urmaysiz. Quyosh stansiyasi qancha tok ishlab chiqarib turibdi, qancha foyda ko'ryapsiz, qancha daromad olasiz, hammasini siz oldindan ko'rib borasiz. Va buni yana bir yaxshi jihati, soliqlardan ozod bo'lasiz. Video davomida men sizga hammasini birma-bir tushuntirib boraman. Bugun nimalar haqida gaplashamiz? 10 kilovatlik quyosh stansiyasini podключ o'rnatib berish nech pul bo'ladi? Nimalarga qarab narx belgilanadi va oylik daromad qancha muddat ichida o'zini oqlaydi? Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, hammasi haqida to'liq ma'lumot beraman. Bu videomiz kimlarga to'g'ri keladi? Bir oyda elektr to'lovi uchun 300 ming so'mdan ortiq xarajat qiladiganlarga va elektr tokidan 100% qutulmoqchi bo'lganlarga, quyosh panellarini o'rnatib passiv daromad qilmoqchi bo'lganlarga, qaysi biznesga pul kiritsam yaxshi daromad olaman deganlarga va oxirgisi yashash hududida tokdan muammosi bor odamlarga tavsiya qilamiz. Qisqacha o'zim haqimda tanishtirib o'tib ketaman. Meni ismim Do'stmurodov G'iyosiddin. Proxima Energy korxonasida quyosh elektr stansiyalari qurilishi bo'yicha mutaxassisman. Asosan quyosh stansiyasi o'rnatmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz, mijozlarimiz bilan ko'proq gaplashganligim uchun, ularning muammosini yaxshi bilganligim uchun shu videoni olishga qaror qildik. Bizning kompaniyamiz 4 yildan beri quyosh stansiyalarini o'rnatish faoliyati bilan shug'ullanib keladi va mingdan ortiq katta loyihalarning qurilishida qatnashganmiz. Jumladan Westminster maktabi, Coca-Cola, O'zbekistondagi Coca-Cola zavodlari, Trust Bank, Infinbank banklari va Uzerways kabi loyihalarga quyosh stansiyalarini noldan podключ o'rnatib berganmiz. O'zi 10 kilovatlik quyosh stansiyasini o'rnatib berish nech pulga aylanadi? Hozirgi kunda O'zbekiston bozorida 10 kilovatlik quyosh stansiyasini o'rnatish 30 million so'mdan boshlanadi va narxlar baland bo'lib ketaveradi. Bu yerda nimalarga e'tibor beriladi? Quyosh stansiyasini o'rnatishdagi ishlatiladigan materiallar, quyosh stansiyasini o'rnatishda joy va quyosh stansiyasi o'rnatilgandan keyin beriladigan garantiya. Mana shu 3 ta omil narxi arzon yoki qimmat bo'lishiga olib keladi. Quyosh stansiyasi o'rnatishi narx-navosiga ta'sir qiladigan yana bitta omil bor, bu beriladigan garantiya. Quyosh stansiyasini o'rnatadigan ko'plab korxonalar yoki ustalar deymizmi, ular quyosh stansiyasini o'rnatgandan keyin mijozga og'zaki tarzda garantiya berishadi. Ya'ni, mana sizga 30 millionga o'rnatib berdim. Bu sizga 1 yil yoki bo'lmasa 2 yil garantiya beramiz. Quyosh stansiyasi ishlashiga deb aytishadi. Bu yerda kichkina bir nyuans bo'ladi. Ya'ni o'rnatib berilgan quyosh stansiyasiga og'zaki berilgan garantiya hisobiga ertaga 6 oydan keyin yoki bo'lmasa 1 yildan keyin quyosh stansiyasida nimadir bir nosozlik kelib chiqadigan bo'lsa va mijoz o'rnatib beruvchiga qo'ng'iroq qilib, telefon qilib, ishlamay qoldi, mana bu narsasini ko'rib bering degan paytda, ana o'shanda hamma ayb mijozni bo'yniga ag'darishga maksimal harakat qilinadi. Masalan, aytiladigan dejurniy gaplardan bittasi uyingizda tok o'ynashi oqibatida inverteringiz kuyib qoldi yoki bo'lmasa avtomatlaringiz kuyib qoldi. Bunga alohida to'lov qilasiz. Undan keyin biz borib almashtirib beramiz yoki bo'lmasa qo'shimcha xizmat ko'rsatamiz deb aytishadi. Lekin aslida qanaqa bo'lish kerak?
biron bir obyektga quyosh stansiyasi o'rnatiladigan bo'lsa, u yoqqa mutaxassislar borgandan keyin o'rnatiladigan joyi ko'zdan kechirib, yergami, u tomga o'rnatiladimi, ana o'sha narsani o'rganib, undan keyin o'sha xonadonga yoki tashkilotga kirib kelgan tokka o'rganish kerak bo'ladi. U bir fazami yoki 3 fazami. Ana o'shandan keyin 3 fazali bo'ladigan bo'lsa, 3 ta fazada tok bir xilmi? Mana shu eng ключевой nuqtalardan bittasi. Nega desangiz, invertorlarimiz agar 3 fazali invertor qo'yadigan bo'lsak, qaysidir bir fazada tok kam bo'lib, qaysidir fazada ko'p bo'ladigan bo'lsa, invertor o'zining himoya rejimi bor. Himoya rejimiga o'tadi, ishlamay qoladi. Va buning natijasida mijoz bizga aloqaga chiqib, o'rnatgan quyosh stansiyasi ishlamayapti deb jalba qilib boshlaydi. Bizni mijozlar bilan ishlashda mana shu kelajakda kelib chiqadigan har xil savollar va kelishmovchiliklarni oldini olish uchun birinchi o'rinda borib joyi o'rganamiz va fazalardagi tokka o'rganamiz. Har bir fazada tok doimiymi? Doimiy bo'ladigan bo'lsa, mijozga o'ziga testerda ko'rsatamiz. Mana hamma tok me'yorda turibdi yoki bo'lmasa me'yorda bo'lmasa, biz aytamiz, mana bu fazangizda tok o'ynab turibdi, pastroq yoki balandroq, buni to'g'rilashingiz kerak deb aytamiz. Ana o'sha muammolar mijoz tomonidan bartaraf etib berilgandan keyin biza quyosh stansiyasini o'rnatishni boshlaymiz. Quyosh stansiyasini o'rnatishda nimalarga qarab narx belgilaymiz? Birinchisi, tomga o'rnatamizmi yoki yerga o'rnatamizmi? Mana shu narsaga qaraymiz va ishlatadigan ehtiyot qismlarni turiga qarab, quyosh panellari, invertor, kabel va turli xil konstruksiya ana o'shalardan kelib chiqib narx belgilanadi. Agar yerga o'rnatiladigan bo'lsa quyosh stansiyamiz, buni narxi nisbatan balandroq bo'ladi. Nega deganda, yerga qazish ishlarini amalga oshirish kerak, trambovka, beton quyish va boshqa ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Tomga o'rnatadigan bo'lsak, tayyor tomdagi konstruksiya bo'ladi. O'sha konstruksiyaga o'zimizni konstruksiyamiz, quyosh panellarini konstruksiyasini qotirish orqali quyosh stansiyamizni o'rnatishimiz mumkin. Bunda narx nisbatan arzon bo'ladi. Narxga ta'sir qiluvchi omillarga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda quyosh stansiyamizni gibrid yoki on-gridligi, panel turi, invertor turi va konstruksiya, undan tashqari o'rnatish murakkabligi. Mana shular narxga asosiy ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Gibrid va on-grid quyosh stansiyasini turiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, on-grid degani bu tarmoqqa ulangan holatda bo'ladi. Gibrid bo'lsa, bu qo'shimcha akkumulyator jihozlari bo'ladi. O'shani hisobiga on-grid sistemamiz arzonroq, gibrid sistemamiz sal qimmatroq bo'ladi. Quyosh stansiyasini o'rnatishda panel turlariga keladigan bo'lsak, biza faqat kamida zavod tomonidan, ishlab chiqaruvchi tomonidan 20 yil, kamida 20 yil garantiya beriladigan panellardan foydalanamiz. Invertor turiga keladigan bo'lsak, invertor ham kamida 5 yil ishlab chiqaruvchi tomonidan garantiya beriladigan invertorlardan foydalanamiz. Konstruksiyalarga keladigan bo'lsak, atsinkovniy konstruksiya deyiladi xalq tilida, ruhlangan konstruksiyalardan va alyumin konstruksiyalardan keng foydalanamiz. Nima uchun biz atsinkovniy va alyumin konstruksiyalardan foydalanamiz? Bular to'g'ri, nisbatan qimmatroq bo'ladi, lekin uzoq muddat ishlashini biz hisobga olib, shu metallardan, shu konstruksiyalardan foydalanamiz. Qora metaldan ham foydalansak bo'ladi, lekin qora metal 1 yil yo 2 yil uzog'i bilan turib beradi va 2 yildan keyin sekin korroziyaga uchrash boshlanadi. O'rnatgan mijoz har 1 yilda yoki bo'lmasa 1,5 yilda har yili chiqib kraska qilishiga to'g'ri keladi. Agar siz arzon materiallardan foydalangan holda quyosh stansiyasi o'rnatadigan bo'lsangiz, ertaga 1 yil yoki 2 yildan keyin uni orqasidan keladigan muammolar bilan o'zingiz kurashishingizga to'g'ri keladi. Agar sifatli, qimmatroq, yaxshiroq konstruksiyalardan foydalanib quyosh stansiyasi o'rnatadigan bo'lsangiz, kamida 10 yil yoki bo'lmasa 20 yil davomida sizni hech qanday muammo bezovta qilmaydi. Endi eng muhim savol: quyosh stansiyasi o'rnatganimdan daromad qancha va qancha muddat ichida o'zini oqlaydi? Bir oyda siz o'rtacha 900 kW tok iste'mol qildim deb hisoblasangiz va o'rnatgan 10 kWlik quyosh stansiyasi bir oyda 1300 kW tok ishlab chiqargan bo'lsa, quyosh stansiyasi ishlab chiqargan 1300 kW tokdan 900 kW iste'molingizni ayirib tashlaysiz va 400 kW ortiqcha ishlab chiqargan tokingizga davlat tomonidan 1000 so'mdan sotib olinadi. Natijada siz iste'mol qilgan 900 kW tok sizga tekinga aylanadi va siz qo'shimcha 400 ming so'm daromad ko'rasiz. Agar buni yiliga hisoblaydigan bo'lsak, sizga bu 4 800 ming so'm passiv daromad olib keladi va 1 yil davomida siz tokingizni tekinga ishlatgan bo'lib chiqasiz. Eng qizig'i, bu hisob kitobimiz hozir 10 kW uchun bo'ldi. Agar siz uyingizga 20 kW yoki 30-50 kW gacha o'rnatadigan bo'lsangiz, foydasini o'zingiz hisoblab ko'rishingiz mumkin. Biz mijozlarimizga eng kamida 10 kW quyosh stansiyasi o'rnatishni maslahat beramiz. 10 kW quyosh stansiyasi o'rnatgan mijozlarimiz biroz vaqt o'tgandan keyin 20 kW o'rnatganlarimiz 50 kW quyosh stansiyasi o'rnatib berishimizdan so'rashadi. Buni foydasini o'zingiz bitta hisoblab chiqishingiz mumkin. Undan tashqari,
50 kilovat quyosh stansiyasi o'rnatgan mijozlarimiz vaqti kelib mana 100 kilovat o'rnatib berishimizni so'rashyapti. Buni orqasidan chunki keladigan foydani yaxshi hisoblab tushunib qolishdi. O'rnatgan quyosh stansiyamiz qancha muddat ichida o'zini oqlaydi? 10 kilovatli o'rnatgan quyosh stansiyamiz 1 oyda 1200-1300 kilovat o'rtacha tok ishlab chiqaradigan bo'lsa, 1 yilda 14400 kilovat tok ishlab chiqardi degani. Agar 14400 kilovatni 1000 so'mdan ko'paytiradigan bo'lsak, 14.400.000 so'm pul degani. 14.400.000 so'mni 3 yilga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 43.200.000 so'm. Ya'ni bu degani 3 yilda quyosh stansiyamiz o'zini oqlaydi va foydaga ham olib kiradi. Lekin bu shunchaki hisob-kitob. Aslida bo'lsa, elektr energiyalari narxi yil sayin oshib borgan sari siz o'rnatgan quyosh stansiyasini o'zini oqlash muddati ham qisqarib boraveradi. Undan keyin siz ko'radigan foyda ham proporsional ravishda oshib boraveradi. Quyosh stansiyasi o'rnatadigan mijozlarimizga yana bitta muhim eslatmamiz bor. Quyosh stansiyasini o'rnatishda invertor va panelli turiga qattiq e'tibor berish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bozorda o'rtacha xizmat qilish muddati 10 yil, 12 yilgacha bo'lgan panellarimiz juda ham ko'p uchraydi. Undan tashqari invertorlarni ham o'ta sifatsizlari juda ham ko'plab uchraydigan bo'lib qolgan hozirgi kunda. Agar siz bordi-yu panelli muddati kam o'rtacha 20-25 yil xizmat qiladigan panel oladigan bo'lsangiz, sizni investitsiyangiz o'zini oqlash muddati shunchalik qisqarib boradi. Agar siz arzon panel va invertorlardan foydalangan holda quyosh stansiyasi quradigan bo'lsangiz, sizni investitsiya muddatingiz birinchi o'rinda cho'zilib ketadi. Sizga ya'ni qaytib kelish kerak bo'lgan pulingiz muddati cho'ziladi. 5 yildan 6 yilgacha cho'zilib ketishi mumkin. Undan tashqari panellarning xizmat qilish muddati juda qisqa bo'ladi. Siz endi investitsiya qilgan pulingizni qaytarib olib, endi foydaga kiraman degan paytingizda quyosh panellari tok ishlab chiqarish hajmi pasayib ketadi. Effektivnost deyiladi bu narsa. Effektivnost pasayib boraveradi. Va bu degani siz yana quyosh panellarini investitsiya qilib, pulingizni olib bo'lib, endi foydaga kiraman degan paytingiz yana quyosh panellarini boshqasiga almashtirishingiz kerak degani. Endi sizga stansiya o'rnatishda ko'pchilik aytmaydigan va ko'pchilik bilmaydigan 3 ta sirni aytib o'taman. Birinchisi, hamma panellar ham bir xil emas. Bozorda hozir juda ham ko'plab arzon panellar uchraydi. Arzon panellar 10 yil, 12 yil, 15 yilgacha xizmat qilishi mumkin va uni ishlab chiqarish samaradorligi o'rnatilgan yilidan boshlab har yili 1% ga kamayib boradi. Sifati yaxshi panellarni tanlaydigan bo'lsangiz, ular sizga kamida 20 yil, 25 yil, 30 yilgacha xizmat qiladi va ularni ishlab chiqarish samaradorligi deyarli o'zgarmaydi. Va bizning Proxima Energy korxonamiz faqat sifatli panellar va invertorlarni ishlatgan holda quyosh stansiyalarini qurib beradi. Ishlatadigan panellarimizga ishlab chiqaruvchi tomonidan 25 yillik kafolat bor va undan tashqari bu kafolatni biz o'zimizni mijozlar bilan tuzadigan shartnomalarimizda ham ko'rsatib o'tamiz. Mabodo panellarimiz ishlab chiqarish sifati pasayadigan bo'lsa, bepulga almashtirib beramiz. Ikkinchi va eng muhim sirlardan biri bu joy masalasi. Quyosh stansiyasini o'rnatish uchun yaxshi joyi ko'rib, o'sha joyga azimutda va burchak ostida o'rnatilishlarini yaxshilab ko'rib, loyihalashtirib, ishni boshlab olmaydigan bo'lsak, palaparti shunda o'rnatib ketiladigan bo'lsa, bu energiya ishlab chiqarish samaradorligini ancha pasayib ketishiga olib keladi. Buni 1 yil davomida 1 yilga bo'lib oladigan bo'lsak, 30% dan 40% gacha energiya samaradorligi past ko'rsatkichlarda ishlashi mumkin. Agar joyi to'g'ri tanlab, azimutni 180 gradus, panellar burchagi ostida 30 gradus qilib o'rnatadigan bo'lsak, 100% samaradorlik bilan quyosh panellarimiz ish beradi. Bu borada Proxima Energy korxonasi mutaxassislari sizga yordam berishlari mumkin. Quyosh stansiyasini o'rnatishda mutaxassislarimiz joyga chiqqan holda o'sha joyni o'rganib, individual tarzda joyingizni ko'rishadi, o'rganishadi va undan tashqari u necha gradus burchak ostida joylashgan, necha gradus burchak ostida qo'yish kerak, hammasini ko'rib chiqib, loyiha qilib va undan keyin sizga necha kilovat quyosh stansiyasi sig'ishini ko'rsatib berishadi. Ko'p joylarda iloji boricha ko'proq quyosh paneli sig'dirish, ko'proq quyosh stansiyasini o'rnatish maqsadida masalan 50 kilovat sig'adigan joyga 60 kilovat, 60 kilovat sig'adigan joyga 80 kilovat qilib quyosh paneli o'rnatib tashlashadi va buni oqibatida birinchi quyosh paneli qo'yilganini qatori ikkinchi qatorga soya berib boshlaydi, oralari yaqin qo'yilib qolgan hisobiga va keyinchalik 60 kilovat, 50 kilovat quyosh stansiyasi o'rnatgan odamda savol tug'iladi. Nima uchun 50 kilovatli quyosh stansiyasi o'rnatgan joyimda menga maksimal darajada tok ishlab chiqarmayapti? Buni savolli javobi bitta. Bu yerda joy to'g'ri tanlanmaganning hisobiga va ko'p panel iloji boricha ko'proq sig'dirishi natijasida panellar bir-biriga soya berib qoladi. Ana o'sha natijasida bu yerda
quyosh panellaridan, stansiyadan maksimal effekt olinmaydi. Bizning mutaxassislarimiz joyga chiqib o'rgangan zahoti birinchi o'rinda panellar bir-biriga soya bermasligi, burchak osti to'g'ri joylashganligi, o'zi umuman bino qanday turibdi, o'sha 180 gradusga to'g'ri keladimi yo'qmi azimut bo'yicha. O'shalarni hisobga olgandan keyin 30 kilovat yoki 40 kilovat panellar bir-biriga bexato, bir-biriga xalaqit bermasdan joylashishini ta'minlab loyihalarini chizib berishadi va undan keyin mijozlar bilan kelishuvlar olib borish natijasida quyosh stansiyasi o'rnatish ishlari boshlanadi. Mijozlarimiz uchun bitta yaxshi tomonini aytib o'taman. Agar biror bir mijozimizga shu quyosh stansiyasini o'rnatish ehtiyoji bo'lsa yoki qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishsa, biz mutaxassislarimiz ana shu mijozimizni joylariga yuboramiz, ko'rishadi, o'rganishadi mutaxassislarimiz. Undan tashqari bepulga o'sha joyga o'rnatiladigan quyosh stansiyasini necha kilovat sig'adi, qancha vyrobotka, ya'ni qancha samaradorlik bilan ishlaydi, qancha tok chiqarib beradi bir oyda, hammasini loyihalarini chizib berib, ko'rsatib berishadi mijozlarimizga. Buni hammasi bepul amalga oshiriladi. Va eng oxirgi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan bittasi bu quyosh stansiyasini podключ o'rnatish. Ya'ni podключ deganda ishni boshdan oxirigacha bitta korxonaga topshirilmaydi. U masalan Sattor akadan panelni, G'affor akadan misol uchun invertorni olishadi. Umuman boshqa bozordan metallarni olib kelishadi. Boshqa joydan masalan kabelni olib kelishadi. Hamma narsani bir joyga yig'ib turib, keyin montajnik deyiladi. Shu ustalarni chaqirib kelishadi. Ustalari alohida o'rnatib beradi uni. Undan keyin elektrik olib kelishadi. Montaj qiladiganini boshqa, elektriki boshqa bo'ladi. Ular o'rnatib ishga tushirgandan keyin ketdi, hammasi ketadi. Endi bu yerda nima yutish mumkin mijozimiz? Mijozimiz yutadi, faqat narxi yutadi. Bozordan masalan 5 million so'm arzoniga olishi mumkin, lekin unga ketkazadigan vaqt, asabbuzarliklar, narx-navo, mana shu narsalari minus bo'ladi. Undan ham bitta eng katta minuslarimizdan bittasi bu quyosh stansiyasi o'rnatilgandan keyin bunga hech kim garantiya bermaydi. Erta bir kun panel buzilib qolsa, bozorga borib, o'sha panel olgan joyga borib, panelimiz buzilib qoldi, nima bo'ldi, almashtirib bering desa, yo'q, biz faqat sizga panel sotganmiz, panel yaxshi ishlagan, ustangizdan so'rang, balkim usta noto'g'ri ulagan bo'lishi mumkindir deydi. Ustadan borib so'rasa, yo'q, men hammasini to'g'ri qilganman, men bilmayman deydi. Invertor kuyib qolish holatlari bo'ladi. Invertor masalan напряжение deymiz, o'sha panellardan keladigan quvvatni ko'proq ulab qo'yadi yoki kamroq ulab qo'yadi, to'g'ri taqsimlanmaydi. Ana o'sha oqibatda invertor kuyib qolish holatlari bo'ladi. Ana o'sha paytlarda ham mijozlarimiz ovora bo'lishadi. Kimga borish kerak, kimga murojaat qilish kerak? Bu borada hech kim hech qanaqa javobgarlikni bo'yniga olmaydi. Bizning korxonamizda bo'lsa, biza mijozlarimizga podключ, ya'ni boshdan oxirigacha o'zimiz hamma narsani o'rnatib beramiz, o'zimiz yetkazamiz, loyihalarigacha qilib beramiz. Undan tashqari eng asosiysi 1 yillik bepul servis xizmatimiz bor. Biza o'zimiz mijozlarimizdan har 2 oyda xabar olib turamiz. Stansiyangiz to'g'ri ishlayaptimi, yaxshi ishlayaptimi deb monitoring sistemasi ham bor. Korxonamizda shu mutaxassislarimizga ulab qo'yilgan bo'ladi telefonlariga va kompyuterimizda ham monitoring sistemadan ko'rib o'tira olamiz. Har bitta mijozimizni qancha stansiyasi tok ishlab chiqaryapti, erta nima kamchiliklari bor, ana o'sha bo'yicha biz doimiy aloqada bo'lib turamiz mijozlarimiz bilan. Ana endi videomizning eng muhim qismiga keldik. Men sizni hozir maxsus takliflarimiz bilan tanishtirib o'taman. Agar siz Proxima Energy korxonasi bilan hamkorlikda ishlaydigan bo'lsangiz, nima yutasiz? Birinchisi, joyga chiqib o'rganish. Joyga chiqib o'rganiladi, mijozning iste'mol quvvati o'rganiladi, qayerga o'rnatilishi kerak, joy ko'riladi va undan keyin u yerga necha kilovat quyosh stansiyasi o'rnatish mumkin. Mana bu savollarga javob olinadi. Undan tashqari, o'sha 3 ta fazada yoki bo'lmasa bir faza bo'ladigan bo'lsa, bitta fazada tok kerakli o'sha standartlarga javob beradimi yo'qmi? Ana o'shalarni o'rgangan holda biz sizga bepulga loyiha chizmasini chizib berishimiz mumkin. Ikkinchisi, qurilish ishlarimiz. Qurilish ishlarini mijoz bilan o'zaro kelishgan loyiha asosida va standartlar asosida qurib bitkazamiz. Uchinchisi, quyosh elektr stansiyasini tarmoqqa ulash va ishga tushirish bosqichi hisoblanadi. Ishga tushgan stansiyamizni keyin mijozimizning telefonlariga yoki bo'lmasa kompyuterlariga monitoring sistemasini ulab beramiz. Bunda mijozimiz nima oladi? Mijozimiz o'sha quyosh stansiyasi bir kun davomida yoki bo'lmasa bir oy davomida qancha tok ishlab chiqardi, qanchasini davlatga uzatdi-yu, qanchasi o'zida qoldi. Hammasini monitoring sistemasi orqali ko'rib boradi. 4-qadam bu hujjatlarni rasmiylashtirish, davlat organlari bilan rasmiylashtirish jarayoni hisoblanadi. Bu yerda ikkinchi bosqichdagi qurilish ishlarimiz bilan parallel ravishda olib ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qurilishi bitgan quyosh stansiyamizga masalan qurilish boshlangan vaqtda o'zi texnik shart olish kerak bo'ladi. mygov.uz sayti orqali, undan tashqari qilingan loyihani elektr tarmoqlari deymiz va
o'z energiya inspeksiya bilan kelishiladi. Kelishilgan loyiha bo'yicha qurilish tugallangandan keyin qurilgan quyosh stansiyamizni ekspluatatsiya qilish uchun o'z energiya inspeksiyadan xulosa olinadi va stansiyamiz ishga tushirishga tayyor hisoblanadi. Undan keyin elektroset, ya'ni elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuziladi. Bu shartnomada nima ko'rsatib o'tiladi? Siz ishlab chiqargan ortiqcha tokingizni davlat sotib oladi yoki bo'lmasa siz ishlab chiqargan tokingizni o'zingiz iste'molingiz uchun ishlatasiz. Umumiy xulosa qilib oladigan bo'lsak, Proxima Energy jamoasi o'zi o'rnatgan quyosh stansiyalarida to'liq 100% mutaxassislarga tayangan holda quyosh stansiyalarini o'rnatadi va mijozlarimizning hech biri, misol uchun, elektrosetga borish kerak, o'z energiya inspeksiyaga borish kerak, hujjat qilish kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak degan bosh og'riq bo'lmaydi. Hamma narsa Proxima Energy korxonasi tomonidan tashkillashtiriladi va hamma hujjatlar Proxima Energy korxonasi tomonidan mijozimizga oxirida topshiriladi. Bizning quyosh stansiyamiz kimlarga to'g'ri keladi? Birinchi o'rinda uyida ko'p tok iste'mol qiladigan, ko'p elektr energiyasi iste'mol qiladigan xonadonlar va uyida hozir ko'pchilikda elektrokarlar bor. Elektrokarlar ana o'sha elektrokarlari bor xonadonlarga juda ham mos tushadi. Ikkinchisi, zavod va fabrikalari, ishlab chiqarishlari bo'lgan tadbirkorlarga juda ham mos keladi. Undan tashqari passiv daromad olish xohlagan va bo'sh yeri yoki bo'lmasa zavodning tomida juda ham katta bo'lgan bo'sh plashatka deydi, maydoni bor investorlarga juda ham mos keladi va ko'rishingiz mumkin, Proxima Energy korxonasi shu kungacha O'zbekistonning Coca-Cola zavodlarining barcha viloyatlardagi Coca-Cola zavodlariga quyosh stansiyalarini o'rnatdik. Westminster xalqaro maktabiga, Trust Bank, Infinbank banklariga, Next savdo majmuasiga, Uzbekistan Airways, Lukoil, Alutex zavodlarida quyosh stansiyalarini o'rnatib ishga tushirib berdik. Mana quyosh panel sotuvchilarini ham, mijozlarni ham xabar bor. Quyosh panellariga va invertorlariga bo'lgan narx 25-30% gacha oshdi. Lekin mijozlarimizga juda ham yaxshi bir taklifimiz bor. Siz 10 fevralgacha mahsulotlarimizni eski narxlarda olib qolish imkoniyatiga egasiz. Biz bilan ishlash istagida bo'lgan mijozlarimizga yana bir qulaylik. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, mutaxassislarimiz sizga qayta aloqaga chiqishadi va quyosh panellari sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki stansiya o'rnattirmoqchi bo'lsangiz, joyga chiqib o'rgangan holda bepul loyihalarni chizib sizga topshirishadi.